Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Sharxon tumani Do'lan qishlog'ida ishimizni yakunlab topshirmoqdamiz. Xudo xolasa oqqa mokri tillarang aralashgan uslubida bo'ldi. Xudo xolasa ko'ringlar, inshaalloh juda go'zal holatda chiqdi. Mana burchaklariga ham ahamiyat berasizlar. Lyustralargacha o'rnatib berdik, qadrli azizlar. İçiga lenta tortmadik, uyda egasini xohishiga binoan chekalari deyla uslubda bo'ldi. Mana ustalarimiz chekalarni yopishtiryapti, oxirgi ishlarni yopishtiryapti. Ozgina devorda perekosi bor edi, ashuni bekitish maqsadida ugolov qo'yyapmiz. Xudo xolasa mana ashibkalarni ham hozir ko'rsatamiz. Ashibkalari ham juda go'zal holatda keldi. Mana uzoqdan rombiydi ko'rinishi. Shapkamiz 60 sm ga 20 metr chiqqanligi uchun o'zimizni prostoy fasonda qilib berdik. Kanizlarni tagiga tilla ranglardan aralashtirib berdik. Xo'p, bu tarnovsini qo'ydik. Общий mana shu joyda общий summasi 11 million so'm pul ketdi. Hamma yo'g'iga tarnov, ko'cha shapka, darvozaxona, ashibka, aynay, hamma rasxoti bo'lib 11 million so'm pul ketdi akalar. Kimga qiziq bo'lsa, nomerimiz описаниеda qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. +90 99 893 067 11 33 nomeriga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz inshaalloh. Mana ishimizni go'zal holatda topshirib qo'yapmiz.